alaykum hurmatli do'stlar. Biz o'sha 5 qavatli 5 ta podyezdli bo'lgan domimizga bugun start berildi mana. Podbetonka uchun betonimizni olishni boshladik. Ustalarimiz xudo xolasa quyishni boshladi. Podbetonkamiz bizda 10 sm bo'ladi. Bilasizlar, podbetonka betonga tayyorgarlik vazifasini bajaradi, ya'ni tekislash vazifasida ishlaydi. Podbetonkamizga quyiladigan betonimizning markasi 100 marka hisoblanadi. 100 marka deyilgani faqat u tekislash vazifasidaligi uchun 100 marka beriladi. Xudo xolasa mana bugundan ishlarimiz boshlanib ketdi. Nasib qilsa qolgan ishlar asta-asta sizlarga ko'rsatib boriladi. Hammalaringga rahmat. Bizni kuzatishda davom etinglar. Like va obuna albatta esingizdan chiqmasin.